Motobloklarimizni bugun sizlarga obzor etib o'tamiz. Xudo xolasa, sifati zo'rlari kelgan. Kачествосына вообще gap yo'q. Korobkalar ham, balonlar ham katta balon qo'yib kelingan, boqlar ham katta, o'ziqlar ham maslinli bo'ladi. Sifati yaxshi. Pritseplarimiz ham bor, sifati zo'r. Hamma motobloklarimiz yetib yotdi sizlar uchun. Amag'allar uchun taklif etamiz bu narsani. Bahasi 2 million 800 ming so'm. Podarkisini bir dana pulini ham qo'shib beramiz. Ichida frezeri 4 qatorli bo'ladi. Bir surgan vaqtida shu motoblok tak 1.20 ni suradi. Podarkisini bir dana pulini ham qo'shib beramiz besplatni. Kачествоsi zo'r, garantiyasi 1 yil. Tak, sizlar nedan keldinglar? Berunidan keldilar. Yana mashina nomerlari bu. Tab internetda ko'rib keldingiz-ku, to'g'rimi? Urganchni ko'rdik, Berunni ko'rdik, hamma yerda qimmat sizga keldik, shuni YouTube'da. Yana ko'rib turibsizlar, живой. Yana kelib turibdilar, berdik. Aytilgan narsalar to'g'rimi ekan? Podarkisini ham berdikmi? Rahmat, sog' bo'ling. Internetda aytgan baho oldingizmi? Ana ko'rdingizmi? Pulini ham qo'shib berdi. Ana pulini ham qo'shib berdilar. Hamma yerdan arzon. Yana 50 ming so'm gaz pulini qaytib berdik, to'g'rimi? Yana ko'rdingiz, bizda yolg'on gap yo'q. Ya, to'g'risi, hammasi ajoyib anoramda. Kelaverasizlar. Rahmat. Berundan kelib o'tirib, Urganchdan ham ko'rdik, Xonqani ham ko'rdik. Hamma yer ko'rdik. O'zimiz Berundan ham qimmat. Rahmat, sog' bo'ling. Arzon. Yana sog' bo'ling. Mashinaga keldik, yuklab berdik, 50 ming so'm gaz pulini qaytib berdik qo'llarına. Sog' bo'ling, Oqyo'l, yaxshi boringlar, xudo xolasa. Motobloklarimiz sifati zo'r, pritseplarimiz ham boynang. Pritseplarimiz ham bor. Pritseplarimiz ham zo'r. Ham aytganman videoda, o'tgan videolarimizdan bor. Bu pritsepimiz ham arva bo'ladi, ham pritsep bo'ladi. Hammasini ko'pmizini tayyorlab, ko'pmiz sizlar uchun yana qarang. Yana motoblok hammasi zo'r, yana sifatini qarang. Eng zo'r zavoddan yuklatamiz bularni. Yana. Ana. Bir motoblok baza desam bo'ladi buni. Yana sifati yaxshi. Balonlari katta, korobkalar ham zo'r, motorlari undan вообще gap yo'q. Kачествоsi dumz yaxshi ishlangan. Yana bir yaxshi yeri motordan blok prot chiqqan. Mabodo avto suyilib ketsa, avto kamayib ketsa, o'zini avtomatik o'chirib tashlaydi. Yana Beruniya ikkinchi motoblokimiz ham ketdi yana. Ana. Olib ketdilar, xudo xolasa. Kattadan olaman deydigan bo'lsanglar, kattalar ham boynang saralki motor olasizlarmi, benzin motor olasizlarmi? Bularning baholari 7 million, 7,5 million, 6,5 million hamma turidan bor. Gapning qisqasi bizda xullas motobloklarimizni zo'rlari kelgan sizlar uchun. Kelaverasizlar, bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tuman bozorining ichidan bor. Mabodo 4 bozorning oldindan bor. Buni aytganimiz sababi Xorazm tarafdan keladigan bo'lsangiz, bozordan o'tib kelaverasiz, bozordan o'tgandan keyin o'zi Sitovortida ferma degan do'kon bor. Bilasizlar, ko'pchiligingiz ko'rgansizlar. Hazaris tarafdan keladigan bo'lsanglar, Obqatnoy tarafdan kelasizlar, Dosh bozordan o'tgandan keyin bozorga yetmasdan tap Sitovortida ferma do'kon. Mabodo tushunmasangiz, lokatsiya telefoningizda karta bor, kartaga kirib turib ferma do'konda bersangiz sirasi chiqadi. Kartangizga, telefoningizga kartaga kirib, ya bolalarga kirib turib ferma do'konda bersangiz kelaveradi. Yo'q, men borman, shu narsani ko'rdim. Hozir mashinani ishlatib yuklayman bo'lsak, mana shuni aytib barabar desangiz, Labola bilan barabaramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki besplatni 2 million 800 ming so'm. Hechida yo'q baho. Yana aytib turibdi, joy. Men unga plan berib sen so'zlattirganim ham yo'q, aytganim ham yo'q. Shunday keldi, shunday ko'rdinglar. Bu yerda odam to'xtamaydi. Dinmin sotiladi bu yerda. Bir kunda shu 1 Isuzu sotiladi bu yerning o'zida. Shu daraja yaxshi sotamiz. Xudo shukr, nechun sotamiz? Sifatli bo'lgandan keyin sotamiz, arzon bo'lgandan keyin sotamiz sizlar uchun. Yana shu motobloklar hammasi ertaga tayyorlanib turibdi, bu yerda nom nishon qolmaydi. Yana shu dastlabki yo'radan bo'lsak, yana shunday korobkada ketadi yana. Shunday korobkada ketadi sizlar uchun. Alasa, mabodo tushunmaganlar uchun mabodo yana bir tushuntirib o'taman. Bizning do'konimizning manzilini ko'rsatib beraman. Videoni uzmaymiz. Yana puluklari, yana puluklari. Birdan ikkidan emas, u bosilib yotibdi. Challa kerak desangiz ham bor, sho'ramiz siqiladi. Kelavering. Yana motobloklar, yana do'konning oldidan shunday chiqarib qo'yibmiz. Yana firma do'kon. Mabodo bu tarafdan keladigan bo'lsangiz, Hazaris tarafdan keladigan bo'lsangiz, shu 4 kira kirib kelaverasiz, bozorga yetmasdan yo'lning bo'yinda shunday firma do'kon bor yana. Bu taraf Qoralpoq, Beruni, Xo'jayli, Nukus, Qalliko'l, Taqiyadash taraf keladigan bo'lsangiz, Beruni ustidan 4 kira kirib kelaverasiz, 4 kira bozor bir yo'l o'zi. Hech qara burimiz bozorda o'tgandan keyin, tabii shu Ulug'bog' degan yozuv bor.
Ulubağ yazını doğrusunda Sitovortenda ferma degan dükanı. Kartaga girip, telefonunuzda kartaga girip aytganim diye ferma dükanında yazsanız çıkaveradi. Mabodo kimga qiziqarli bo'lsa, navo kerak bo'ladigan bo'lsa, motoblok temasi bo'ladigan bo'lsa, unda telefon nomeri qo'yib o'tamiz. Kimga qiziqarli bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab 1 so'm pul olamiz, dostavka besplatniy, ekran telefonlari qilaverasiz. Mabodo kelib ketaman deydigan bo'lsangiz, eshikda korobkada xohlasangiz qurilgan variantini olib ketaverasiz. Endi toza yangiliklar kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'rlarini, xudo xolasa sizlarga ilinveramiz. Hali Xitoyda bir odamimiz yurtdi, vobsha olib O'zbekistonga girmagan narsalarni kirizamiz, xudo xolasa. Eng birinchi bizada bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.